Gumon qilish va gumonxo'rlik kesili. Avtori doktor Mamtman. Gumon imanni qochiradi. Uyg'ur xalq maqol tamsillari. Yuqorqi maqol tamsildan shuni ko'rib olishga bo'ladi-ki, tilimizdagi gumon so'zi asosan salbiy ma'noda qo'llanib kelingan. Tilimizda gumon qilish bilan o'xshash ma'nodagi so'zlardan yana shubha, shak keltirish, ishonmaslik qatorliq so'zlar bo'lib, ularning hammasimi asosan salbiy ma'noda qo'llanilib kelgan. Salbiy ma'nodagi gumon qilishni inglizchada suspect deydigan bo'lib, buningdan boshqa yana doubt deydigan bir so'z bor. U so'zni tilimizda garchi o'xshashla gumon qilish deb tarjima qilgan bo'lsa-mu, biroq u ko'pincha ahvolda ijobiy ma'noda ishlatiladi. Ya'ni suspect so'zi bir narsaning rostligidan, bir odamning yaxshi va gunohsiz ekanligidan gumon qilishga ishlatilsa, doubt so'zi bir narsaning yolg'onligidan, bir odamning aski va jinoyatchi ekanligidan gumon qilishga ishlatiladi. Amaliyotda agar biz gumon qilishni muvofiq qo'llansak, uningmi belgilik ijobiy roli bor. Inglizchada curious degan bir so'z bo'lib, uni tilimizda garchi qiziqish, hayron bo'lish, havas qilish deb tarjima qilgan bo'lsa-mu, biroq uning yana bir ma'nosi dal shu ijobiy gumon qilish bo'lib, u bizning tegiga yetolmagan ba'zi ishlar to'g'risida mustaqil tafakkur qilishimizga, izlanishimizga turtki bo'ladi. Logikalik asosi bo'lgan ba'zi gumon insonlarning sezgurligini yuqori ko'tarishda belgilik rol o'ynaydi. Hech qanday asosi bo'lmagan behuda gumon insonlar orasidagi o'zaro ishonchni buzib, ziddiyat paydo qiladi. İttifoqsizlik va bo'linishni keltirib chiqardi. Shunga eng muhimi boshqalardan asossiz gumonlanmasligimiz, shundaqla gumonga tayinib yakun chiqarmasligimiz, ondan u yakunga asosan boshqalarga bo'xton chaplamasligimiz va haqorat qilmasligimiz kerak. Mana bu gumon qilishning eng ajallik yeri bo'lib, u hozir bizda vabo kesiliga o'xshash tez tarqavatidi. Nemis yozuvchisi Kurt Goethe apandi mundaq degan ekan: hasadxo'r hech nimani bilmaydi. Ko'p gumon qiladi, hammadan qo'rqadi. Bizda o'g'ri gumonxo'r kelar deydigan ot so'z bor bo'lib, odatda ishchi tor, hasadxo'r, yolg'on gapni ko'p qiladigan, boshqalarni ko'p oldigan hamda boshqalar tarafidan ko'p aldangan, dunyoga yomon ko'zi bilan qaraydigan, salbiy, kazzob kishilar boshqalardan oson gumon qiladi. Oq ko'ngil, kang qo'soq, yolg'on so'zlamaydigan, azaldan boshqalarni aldab boqmagan, boshqalar tarafidan aldinib boqmagan, dunyoga yaxshi ko'zi bilan qaraydigan, samimiy va ijobiy kishilar boshqalardan oson gumon qilmaydi. Amerikalik dangliq iqtisodshunos va Forbes jurnalini barpo qiluvchi Forbes apandi mundaq degan ekan: eng yaxshisi oz to'la aldan, biroq hargizmi mangu gumonlanaverma. Nurg'un yillar ilgari men Urumchidagi bir tunishimdan kutmagan bir ilxat topshirib oldim. Men garchi u tunishimning menga ilxat yozishini faqat kutmagan bo'lsam-mu, biroq men u ilxatdan ortiq gumonlanib o'ltirmay, darhol u ilxatni ichib, kompyuterimga virus yuqtirib, kompyuterimni buzib qo'ygan edim.
Shuningdan keyin ba'zi jazmlashtirilmagan ilxatlardan gumon qiladigan va uni aldirab ochmaydigan bo'lgan edim. Uningdan bir necha yil o'tgandan keyin men tonimaydigan bir necha kishi menga xat yozib, mening ularga virus yo'llab, ularning kompyuterini buzib qo'yganligimni aytib, mening qayta tushuntirishimga qaramay, o'zlariga virus avatgan kishining cho'qim men ekanligimda ching turib, meni shundoq bo'lmug'ur tillar bilan haqoratlab ketgan edi. Bular faqat gumon qilmaslik yoki butunlay ishonish bilan butunlay gumon qilib, faqat ishonmaslikning tipik misollari bo'lib, har ikki xil ahvolda menga nisbatan kutilmagan ko'ngilsizliklar paydo bo'lgan edi. Kutilmagan ko'ngilsizliklardan saqlanish uchun har qanday ahvolda gumon qilish bilan ishonishni yaxshi tangpinglashtirish bak muhim. Yolg'iz ishonish bo'lib, faqat gumon qilish bo'lmaganda, bexastalik kelib chiqishi, osonla boshqalarning aldam xaltasiga tushib, behuda ziyon tortishimiz mumkin. Agar yolg'iz gumonlanish bo'lib, faqat ishonish bo'lmaganda, kishilar orasidagi munosabatga ig'ir ta'sir yetishi va o'ylamagan yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Gumonxo'rlik kesili. Men tövanda boshqalardan asossiz gumon qilish, asosliq kasallik alomatlaridan biri bo'lgan gumonxo'rlik kesili to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Men to'xtalmoqchi bo'lgan bu gumonxo'rlik kesilini inglizchada joyil xarakterlik odamiylik buzilish kesili deb ataydigan bo'lib, men uni qisqartib gumonxo'rlik kesili deb atadim. Gumonxo'rlik kesili deganimiz insonlarning odamiyligida ig'ir darajada buzilish paydo bo'lgan bir xil psixikalik benormallik bo'lib, bu kasalga giribdor bo'lgan insonlar davomliq boshqalardan gumon qiladi. Bu kasalga giribdor bo'lgan kishilar boshqalarni tahdidlik, sotqin, xoin, ziyonliq deb qaraydi. Bu kasalga giribdor bo'lganlar odatda o'zlarida shundoq kasallik yoki benormallik borligini e'tirof qilmaydi. Ular boshqalarga osonlikcha ishonmaydi. Ular o'zlarining o'y-xiyollarini oldirab boshqalarga demaydi. Uyida hatto hamroyidan gumonlanib, hamroyining piyig'i tushidi. Haddidan ziyoda kundashlik qiladi va har zaman boshqalarning o'ziga munosabatli uchurlardan foydalanib, o'ziga ziyonkashlik qilishidan andish qiladi. Bak sezgur bo'ladi. Kichik ishlarni unutib qolmaydi. Xarakteri joyil, boshqalar bilan gap talashishga amroq, adovat saqlaydi. Osonla ochiqlandi va boshqalarga hujum qiladi. Davomli boshqalarga bo'xton chaplaydi va boshqalarni haqoratlaydi. İnsanlarning bu kasalga giribdor bo'lishining sababi texi aniq emas bo'lib, u insonlarning bolalik va balog'atga yetish davrida duch kelgan har xil ruhiy va jismoniy zaxmi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Ko'pincha ahvolda yolg'iz yashashni xohlaydigan, boshqalar bilan oson chiqish olmaydigan yoki boshqalar bilan munosabati nachar bo'lgan, oson jiddiylashadigan, o'rganishi nachar bo'lgan, sezgur, g'alati ishlarni o'ylaydigan, g'alati gaplarni qiladigan bolalarning bu kasalga oson giribdor bo'ladiganligi ma'lum. Balalik davrida sog'lom bo'lgan ishonch tuyg'usi barpo qilolmagan insonlar bu kasalga oson giribdor bo'ladi. Bolaga nisbatan dunyoda eng ishonchli insonlar ona, dada, aka, uka, och-singil va cho'ng ona, cho'ng dadalar bo'lib, agar u insonlar bola o'sib yetilish jarayonida bolaga yolg'on so'z qilgan bo'lsa, maqsadlik yoki maqsadsiz, bilib yoki bilmaslikdan uni aldab qo'ygan bo'lsa,
u balaning sog'lom ishonch tuyg'usini paydo qilishiga ta'sir yetkazadi. Agar bu xil ahvol qayta takrorlansa va yoki balaga ig'ir ro'yi va jismoniy zaxmi keltirib chiqargan bo'lsa, bundaq bala kelgusida aldirab boshqalarga ishonmaydigan yoki davomli boshqalardan gumon qiladigan bo'ladi. Davolash jihatda garchi bu kasalga nisbatan unumlik davolash usuli mavjud bo'lmasa-mu, biroq bu kasalga giribdor bo'lganlar psixika doktorlarga osonlikcha ishonmaganligi, ya'ni doktorning davolashidanmi gumon qilib, davolashga to'liq moslashmaydigan bo'lg'achqa, davolash unumi ig'ir darajada ta'sirga uchraydi. Shu sababdan bu kasalga giribdor bo'lgan ko'pincha kishilar bir umr bu kasalning ta'sirida yashaydi. 2019 yil 28 fevral, New York.